Dunyodagi eng qimmat samolyot 500 millionlik va shunga qarab 250 millionga yozib ketsa bo'ladigan va 10 millionga orqasida joyi ham bor samolyot va ishdek. Bugungi videoda siz ko'radigan, juda ham hayron qoladigan, hozir $1 boshlaymiz. Mana sizga $1 meni o'lmasdan olib kelasiz deb o'ylayman. Qo'y, men 3-4 marta uchganman, atiga 6 marta. Hop, taqib oldik, ketdi, unda uchamiz. Menga obuna bo'lib qo'ying, albatta. Unda biz uchyapmiz, hozirda uchib ketamiz. Hozir uchmoqdamiz. Uchamiz. Uchdik. Karl, uchding. Karl emas, Jimmy meni ismim. Hoy, uchib ketdi. Juda ham tez ketyapmiz hali. Qo'rqmayapsanmi? Yo'q. Hali qo'rqmayapman lekin. Hoy, bo'ldi, men bildim, tushamizmi? Tushaylik, hali bo'ldi, bildim. Yo'q, hali yo'q, tushmaymiz. Jimmy, sog' qol. Hozirda men yutishim kerak, shuning uchun men sizlarga eng oxiridagi samolyotni ko'rsatmoqdaman. Hoy, tushyapmiz, qo'nyapmiz. Bu yaxshi ko'nish bo'ldi. Juda ham yaxshi. Qo'ndik. Hozirda $1 $1 million bo'ldi. Hozirda bu yerda hamma o'rinni sotib oling, hammasida o'tirishingiz mumkin. Bu kremni surtib oling. Hozirda o'tirib oldik, ovqatlarni olib kelishdi. Ovqatlar uncha yaxshi emas, lekin menga yoqqan joyi hamma narsa o'zida bor ekan. Yostiqlargacha bor. Karl, hozir sen yotmoqdasan. Hamma yotibdi. Bu yer tobutga o'xshayapti, menga yoqyapti. Men hozir bu yerda o'tirishim ham mumkin, chunki Nolan bilan gaplasha olmayman. Hoy, bu oyna meni to'syapti, shu yoqmayapti, menga esa yoqyapti. Buncha odamni oldida video olishim ham uyalasan. Va endi $10,000 samolyotga o'tdik. Va bu $10,000, bu yerda esa juda ham katta joy. Oldingi samolyotdan yaxshi, oyoq uchun bo'shanmagan zo'r joy. Hozir o'tirishga zo'r joy. Mana bu shuncha televizor bor va suvlar shokolad, Mr. Beast emas, pulimni qaytaringlar. Va hozirda biz nima ko'ryapmiz? Xullas, telefon ko'ryapmiz. Nega qarayapsan? Yo'qol bu yerda. Hozirda siz bu o'tirishingizni, uchayotganingizni samolyotning orqasidan ham ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Va hozir oxirida hammoni ko'rsataman. Hamma uncha yaxshi emas. Hozirda va men shu daraja tepadaman, lekin yunishim ham mumkin. Shuning uchun ham hozir ovqat aytaman va shunaqa ovqat yeyman va oxirida eng zo'r joyni qo'ydik. Chunki bu yerda haqiqiy bar bor va hozir bu yerda hoy, nega chimikyapsan? Sen uxlamayapsan. Hoy, endi esa bu yerda yuryapmiz va endi biz 2 etajli $25,000 samolyotga chiqmoqdamiz. Va hozir chiqamiz. Va bu faqat tepada o'zimiz o'tiramiz, oldingida emas. Bu yerda juda ham katta joy va bunda men o'ylashimcha yotish ham mumkin, ha? Hozirda katta joyda o'tiryapmiz. Men umrim davomida bunaqa samolyot ko'rmaganman. Sakrasa ham bo'ladi bu joyda, qarang. Men samolyotda saklayapman. Hamma o'tirib oldi va bu ikkalasi nima qilyapti? Bu yerdagi samolyotlar uchganimizdan ham ko'p ekan va ovqat olib kelishdi. Nimaga hamma qimmat samolyotlarda ikrab yeyishadi? Nima farqi bor? Jimmy yesang bo'ldi-da. Men hozir bu yerda yotishim ham mumkin. Hammonida uncha yaxshi emas, oldingidan yomon. Istiqbol yo'q. Xullas, gaplashib o'tirgandan keyin bu samolyotda uchgan bo'larmingiz? Buncha pul berib yo'q. Hozir bu yerda endi yotishingiz ham mumkin. Va joyga qarang. Uncha yaxshi joy emas ekan. Hozirda endi har yerda bitta emas, bitta yoqda 3 ta karavot qo'ysangiz bo'lmaydimi? Hozir uxlaydik. Va shu joyda Mr. Beast'ning videosi qotib qoldi do'stlar. Bizda emas, shu joyda akkauntga obuna bo'lib, podpiskani bosib qo'ysangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Va turing. Hozir qo'ndingiz. Turishmayapti. Hoy, turdik, Jimmy, tur, mazza qilib yotdim. Men mazza qilib uxladim. Endi esa bu yerdan tushib turib $100,000 samolyotga ham chiqamiz. Hozir samolyotda bu samolyot birinchi klass emas, xususiy samolyot, xususiy. Hozir chiqdik. Hozir kirdik ichiga, kattaligiga qarang. Bu yerda hamma joy bizniki.
Chunki bu business class deyiladi. Ikkinchi Londondagi samolyot va o'tirishga joyi ham bor va bunaqa ovqatlarni yotib olamiz. Bu yerda juda katta yotadigan 5-xonasi ham bor. Bu joyga qarang, mazza qilib yotsa bo'ladi. Karl saklama va bu yerda hammani ko'rdik. Hammani juda ham zo'r ekan. Bu nima joy? Va bu bo'mishlar uchun zo'r joy o'tirishga. Qo'l aytyapman. Hozir uchdik biz va silkinish ham bo'lyapti. Hozir kameramiz ham yiqilib ketishi mumkin. Aytganimdek, kamera ham yiqilib ketdi, balki hamma kamera ham yiqilishi mumkin. Hozir kameramiz tushib ketyapti. Tutinglar. Va men bu yerda onasiga uzoqqa o'tdim. Ko'rganingizdek, meni ko'nglim ayniyapti. Hoy, nima qilyapsan? Jimmy zo'r qayyapsan. Men o'tiraman. Hozir bu yerda toyletdaman, lekin televizorni ham ko'rib o'tirishim mumkin. Hoy, sen yaxshimikin? Va uni qamab qo'yaman. Hoy, ot. Bu hali toyletda qolib ketadi. Mana sizlar uchun sushi. Meni ilhomlantirib yubordingiz. Sizga yana pizza. Pizza ham keldi. Endi ovqat yeymiz. Ovqat yeyapmiz. Televizor ham ko'ramiz endi. Va televizor ham ko'ramiz. Bu yoqda juda ham yostiq bor ekan. Birinchisi bu yoq, ikkinchisi bu yoq. Hoy, nima bo'layotganini ko'ryapsan? Biz futbol ko'rib o'tiramiz. Ronaldoning videosini. Nolan esa endi uchganini bildi. Siz ham o'ynayapsiz-a? Men samolyotni oldiga minaman. Hozirda xususiy samolyot juda zo'r. Karl samolyot boshqayapti. Uxlab yotibdi. Bittasi esa Nolan qayerda ekanini bilmayman. Shu esa juda zo'r. Mana bu o'tirgan odamga qarang, zo'r-a? Hozircha nima bo'lyapti? Hoy, oynani och. Oyna emas, eshik qarang. Voy, juda ham titralyapti bu yer. Hoy, Nolan qayerda? Men bilmayman. Bor chiqarini toiletdan. Hoy, chiqding-a? Uncha yaxshi bo'ldimi? Baribir $100,000 yaxshi bo'ldi. Hozircha $300,000 mana bunaqa katta shaharlik joy. Bu yerga hozir nima deb yozib qo'yibman deb o'ylaysiz? Nolanning telefon raqamini yozing, ochib ko'ringlar. Karlning bu onasi. Nega sen Karlning onasini yozding? Onam nimaga yozilyapti? Sen onang yaxshi ona. Meni onamni nega yozding? Hoy. Bu katta narsani men orqam bilan tortyapman-a. Qarang. Hozir bunga minamiz va siz ham poygaga ketasiz. Bu yerda hozir men telefonda gaplashaman. Shuning uchun operatorlar zo'r ish qiladi. Men chiqsam uchishdan to'xtarmikan? Ha, to'xtaydi. Karl, chiq bu yoqqa. Nega chiqishing kerak? Chiqdik va xayr. Men o'lsam sizlarga pul to'layman. Albatta. Xayr. Alvido. Hozir uchamiz, uchdik, ketdik. Alvido. Bu hozir alvido deydimi? Xo'p, uchdik. Bu yerda boshqa narsani reklama qilsak ham bo'ladi. Lekin bu yerda hozir men va endi poygada ko'rishamiz. Qanaqa poyga deysizmi? Va shunaqa. Bu esa 38-raqamdagi mashinaga hamma muxlis bo'lsa kerak ekan. Va bu reklama Jimmy'niki, buning uchun men uni tarjima qilmayman. Hozircha gaplashishni esa u paytda bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying va albatta obuna bo'lasiz. Va bu joyda gaplashganni reklama qilgandan ko'ra o'zimiz gaplashib turamiz. Hozircha men mikrofonni salgilab turaman. Va endi yana gaplashganni eshitgandan ko'ra endi mazza qilib va shuni uchamiz va bu kanalga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Va hozir poyga joyga keldik. Bu yerda hammaga baqiradi. Biz Karl onasini yaxshi ko'ramiz. Hamma baqiradi hozir. Karl, siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz yaxshi onasiz. Hozir hamma baqiryapti. Biz yaxshi ko'ramiz, biz yaxshi ko'ramiz. Hozir hamma baqiryapti. Biz Karl onasini yaxshi ko'ramiz. Karl onasi yaxshi ona. Karl onasi yaxshi ona. Siz Karl onasi bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz yaxshi onasiz. Karl onasi, mom, yaxshisiz siz. Karl onasini yaxshi ko'ramiz. Karl onasi. Endi esa bu
Business classning narxi $5000. Buni kattaligiga qarang. $500,000. Hozir kavshingizni chiqarishingiz shart, chunki bu $500,000, $2,500,000 turadi. Ha, buning xonalarini ko'pligiga qarang. Bu dunyodagi eng qimmat samolyot. Bu yerdagi ko'rgan narsalaringiz juda ham zo'r narsalar. Wow, nimaga bunchalik katta bu yer? Yotoqxonalar juda ham ko'p. Oltindan bo'lgan rakovinalar, hozirda tualetni ham ko'rdingiz. Bu yerda hozirda zorxonalar va oxiriga qarang. Bu yerning xonasi meni uyimdan ham kattaroq. No'g'lim, bunaqa katta samolyot ko'rganmisan? Yo'q, hali ko'rmaganman. Bu yerda eng kerakli narsalar va buni yerda gaplashsa bo'lar ekan. Meni uyim shu bo'lganda men havoda yashardim. Voy, zo'r, albatta. Bu yerdagi narsalarga qarang. Mr. Beast'ning shokoladi bor ekan. Va mazza qilib o'tiribman. Bu hammasini desangiz, bu yerda massaj ham bor, mazza. Meni o'ylashimcha kerakmas. Hozirda bu darajadagi samolyotni ko'rganmisizlar? Bu narsaga chiqishimizga maqsad obunachilar. Shuning uchun men bu yerga tasodifan obunachilarni olib keldirdim. Bunaqa samolyotga chiqqanmisiz? Umrimda yo'q va bu dunyodagi eng qimmati. Men bunaqa samolyot ko'rmaganman. Hayron qolsa bo'ladi. Bu shokoladlarni yerga tashlab yuborsangiz bo'ladimi? Ha, albatta. U tasavvurda deb o'ylamagan. Bundan keyin shunaqa shokolad oling, tushunarli. Bu dunyodagi eng zo'r shokolad. Bu esa ismi shokolad. Hozirda xonani ko'rdim. Bu yerda bizga yomon qarashdi. Biz uchyapmiz, voy boshim. Samolyotda biznesmenlar uchish kerak. Bular esa meni o'rtoqlarim ahmoq. Ha, ularni ahmoq desa ham bo'ladi. Bu ovqatlarni shu yerga yoki xonangizga ham aytishingiz mumkin. Hozirda buni ishlaydi. Voy, kattaroq ishlardik. Hozirda sizlar endi esa bu samolyotga minganingizga yarasha u joyda mazza qilib yurasiz va hammaga xayr do'stlar.